Şərq Türkistan Radio Televizyon Merkezi. Assalamu alaykum suyumlik görürmenler. Bu aylık raportumuzga hoş geldinglar. Hammalarning xabarida bo'lgandek, bu ayning 12 kuni ikki qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilgan kuni, ya'ni Sharq Turkistonliklarning davlat bayrami. Bu munosabat bilan butun dunyodagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning Cumhuriyet bayramini tabriklaymiz. 1933-yili 11-oyning 12 kuni Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti Sobit Damollan boshchiligida Qashqarda qurildi. Bu tunji Cumhuriyet Xo'ja Niyoz hojini davlat raisi qilib sayladi. Davlatning asosiy qonuni, hukumat apparati, davlat bayrog'i, davlat gerbi va hokimiyat programmasini ma'qulladi. Amdili dunyoga ko'z ochgan bu Cumhuriyet militarist Shin Sisay va Sovet hukumatining siyosiy suiqasdi. Tungan general Ma Zedongning qurolli qarshi turishi bilan 1934-yili 4-oyda oxirlashdi. 1944-yili 11-oyning 12 kuni Sharq Turkiston Cumhuriyeti Ahmadjon Qosimi boshchiligida G'uljida qurildi. Bu ikkinchi qatimliq Cumhuriyet Marshal Alixon Törini davlat raisi qilib sayladi. 1946-yili 6-oyning 17 kuni Alixon Töre Rus jasuslari tomonidan Sovet ittifoqiga ilib qochilgandan keyin Ahmadjon Qosimi rais bo'ldi. Ahmadjon Qosimi qatorliq Sharq Turkiston Cumhuriyetining muhim arboblari Stalin va Mao Zedongning birlikda suiqasd qilishi bilan 1949-yili 8-oyning 27 kuni atalmish aeroplan voqeasida shahid qilindi. Bu yosh Cumhuriyet 1949-yili Xitoy kommunistlari vatanimizga tajovuz qilib kirganga qadar davr surdi. Uyghur Milliy Hareketining yetakchisi, Dunyo Uyghur Qurultayining raisi Rabia Qodir xonim bütün Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning Cumhuriyet bayramini tabriklab, muhim so'z qildi. Assalomu alaykum barliq dunyodagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarim. Assalomu alaykum vatanning ichi teshidagi barliq Uyg'ur qarindoshlarim. Assalomu alaykum bütün dunyoda musofir bo'lib, sargandar bo'lib, öz vataniga kirolmay yurayotgan qarindoshlarim va turmuning ichi teshida azob tortayotgan, o'zining vatani uchun azob tortib turmularda ingrab yetayotgan qarindoshlarim va oilam, farzandlarim. Bugun oldimizdagi asrda ikki qatim qurilgan Sharq Turkistonning mustaqillik kuni. Biz bu kunni bütün dünyadaki Sharq Turkistonliklar, cümleden Sharq Turkistonda yaşayotgan yerlik Uyg'ur xalqi va yerlik qarindosh millatları dünyanın hamma yerida davomli har yili tabriklab kelyapti. Biz bugün yana shu qatorda oldingi asrda qurilgan ikki davlatimizning qurilgan kunini tabriklaymiz. Men chin ko'nglimdan 20 million xalq nomidan Sharq Turkistonlik barliq qahramonlar nomidan Sharq Turkistonning ozodligi uchun o'zining qonini, jinini bergan va butun umrini shuningga atab, shu kunlar uchun orzu qilib, chosh soqollari oqagan bovoylar uchun bugun shu kunni tabriklayman. Sharq Turkiston 1933-yili 11-oyning 12 kuni bir mustaqil bo'ldi. Sharq Turkiston 1944-yili 11-oyning 12 kuni, ya'ni ikkinchi qatim tajovuzchilarni ajallik zarbi berib, nurg'unlagan qonlarni to'kib, nurg'unlagan jonlarni berib, nurg'unlagan orzu umidlar bilan qahramonlarimiz vatanimizning bayrog'ini tiklab, mustaqilligini butun dunyoga jakoladi. Sharq Turkistonning ozodligi uchun yetakchi bo'lgan dahilar Sobit Damollan, Ahmadjon Qosim efendim ve onun etrafındaki barliq liderlerini chin ko'nglimdan tabriklayman ve bugün ularni
barlıq Şərqi Türkistanlıqlar bilan birlikdə, bütün dünyadakı Uyğurlar bilan birlikdə əslayman. Bugün Şərqi Türkistanның müstəqillik günü. Biz tarixdən beri 60 yıldan beri emas, 200 yılga yaqin vaqt ichida Manju bizni besib olgandan tortib ta hozirgacha bizning xalqimiz millionlagan xalq mushu mustaqillik, mushu kun uchun jon berdi. Milyonlagan xalq mushu orzular uchun o'lib ketdi. Milyonlagan xalq turmalarda yillab, hatto necha 10 yillab yetib ketdi. O'zining yoshligini, o'zining hayotini, bütün oilasini mana mushu kunlarga sovg'a qildi. Mana biz bugun shu kunlar uchun kurash qilgan xalqimiz uchun mustaqillik kunini tabriklayapmiz. Uyg'ur xalqi Şarkı Türkistanlık qarindosh xalqlarimiz bilan bir kunmi o'zining mustaqilligidan voz kechib qolgani yo'q, ham o'zining mustaqilligi uchun ep berayotgan kurashlarini to'xtatib qo'ygani yo'q. Qurbon berishlardan, o'ltirishlardan, chepishlardan, turmaga kirishlardan qilchimi parvo qilib qolgani yo'q. Qiz yigitlarimiz, oqchash mo'moy onalarimiz ana mushu kun uchun kurash qilgan. Bugun shularning tantana qilib bayroq chiqargan kuni. Bugun shularning o'zining vatanini mustaqil qilganligi uchun butun dunyoga xushalligini jakalagan kuni. Biz bu kunni qanday kunda tabriklayapmiz? Xitoy diktatorluğunu zo'migarlik qilayotgan, zo'ravonlik qilayotgan, mustamlika ostida turayotgan, yana bir mustaqilligimizning orzusida yashayotgan kunlarda biz Şarkı Türkistanның mustaqilligi uchun kurash qilayotgan qahramonlar bilan bir sapda musofirlik yurtlarida musofir bo'lib turib, vatanimizning mustaqilligini ilish uchun kurash qilayotgan qahramonlar bilan bir sapda turib tabriklayapmiz. Bütün dünyadaki Şarkı Türkistanның mustaqilligiga taqozolik bilan kutayotgan yoki sukut turib kutayotgan yoki oldin qisab turib kutayotgan barliq qarindoshlarimiz mana mushu kunda biz bilan birlikdə Şərqi Türkistanның müstəqilligini təbrikləyatıdı. Mən Şərqi Türkistanның müstəqilligini təbrikləş bilan birlə bütün dünyadakı Uyğur xalqının və Şərqi Türkistanda biz bilan birlə yaşayotgan barlıq qarindosh xalqlarımızdır. Biz bilan birlikdə Şərqi Türkistanның yana bir qitim müstəqillikqa erişib, məngu Şərqi Türkistan xalqı xuddi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmanistondagi mustaqil bo'lgan qarindoshlarimizdek shundaq davomliq o'zining mustaqilligida o'z zimminida yashash orzusiga yetishini umid qilaman va shuning uchun kurashni to'xtatmay, qo'limizga tutib, yuragimizga yiqib, bir-birimizga muhabbatimizni berib, har qanday adovatlarimizni Sharq Turkistonning ozodligi va o'zimizning ozodligi uchun o'ttirimizdan yub tashlab, bir maqsadda birlik uyul tashlab uyushishimizni umid qilaman va yana bir qitim Sharq Turkistonning mustaqillik kunini tabriklayman. Hörmətli görürmənlər, tövəndə bu aylıq raportumuzun qısqaça məzmunundan xəbərdar bolğaysızlar. Uyğur Milli Hərəkəti yetəkçisi və Dünya Uyğur Qurultayı rəisi Rabia Qadir xanımның Amerikanın dünyaga məşhur gəzitlərdən biri hesablanğan Wall Street Journal'da elan qılğan maqalası chet eldə zor təsir qozğadı. Rabia Qadir xanım və Erkin Aliptikin əpəndi chet ellərdə yaşayotgan Şərq Türkistanlıq qarindoshlarimizni milli birlik və ittifaqlıqni yanada küçəytishga chaqirdi. Anvarjon əpəndim Dünya Uyğur Qurultayının Avropa parlamentida turishliq alayida vakilligiga tayinlandi. Dünya Uyghur Qurultayı Uyghur ayolları hareketini canlandırışqa əhmiyyət berib kelməkdə. Dalay Lama Rabia Qadir xanımның məktubi, Uyghur doppisi və ətlisini xoşallıq bilan qəbul qıldı. Germaniya Tashqi ishlar ministerligi tarmoqidagi kishilik huquq komiteti rahbarlari Dünya Uyghur Qurultayının Germaniyadagi mas'ullari bilan suhbat elib bordi. Uyghur Milliy Harakatining yetakchisi Rabia Qadir xonim 1-2 oktyabr kunlari Germaniyaning München shahridagi Bavariya parlamentida o'tkazilgan Xitoydagi rahbarlik o'zgarishi va uning Uyg'urlarga bo'ladigan ta'siri nomli xalqarалық muhokama yig'inida muhim so'z qildi. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlar 1-oktyabr kuni Xitoy kommunistlarining 63 yillik zulm, bisim va qirg'inchilik siyosati davomida qurbon bo'lgan shahidlarimizni xotirlash va Xitoyning Sharq Turkiston zaminida elib berayotgan mustamlikachilik siyosatiga qarshi turish namoyishlari va faoliyatlarini uyushtirdi. Uyghur Milliy Harakatining yetakchisi va Dünya Uyghur Qurultayining raisi Rabia Qadir xonim 27 oktyabr kuni, ya'ni Qurbon hayitining 2 kuni Dünya Uyghur Qurultayi muavin raisi Umar Qanot әпәнdim bilan birlikda Belgiyaning poytaxti Brusselga yetib keldi.
Birazdan keyin oylik raport ekranlarida. Huzurunlarga taqdim qilayotgan oylik raport programmasi Dünya Uyg'ur Qurultiyi Tashviqot va Nashriyat Komiteti tarafidan ta'sis qilingan Sharq Turkiston radio televiziya markazining oylik xabar programmasi bo'lib, bu programma 2012 yil dekabr oyigacha sinaq tariqasida 2013 yildan boshlab rasmiy turda tarqatiladi. Sharq Turkiston radio televiziya markazi bu oydan boshlab dunyoning har qaysi joylarida maxsus sho'balarini qurishga va ixtiyoriy muxbir qabul qilishga tirishadi. Bu vaqtda qiziquvchilarning biz bilan aloqalashishini umid qilamiz. Aloqalashuvchilar Parat Yo'ronqash, Germaniya. Telefon nomeri 0049 176 358 89 507. Abdusalom Niyaz, Gollandiya. Telefon nomeri 0031 641 415 553. Va ekran ostidagi internet vositalari orqali biz bilan aloqalashsangiz bo'ladi. Sharq Turkiston radio televiziya markazi Dünya Uyg'ur Qurultiyining nopusliq birdan-bir media organi bo'lib, uning boshqarishidagi Sharq Turkiston televiziyasi bo'lsa, xalqimizning yurak sadosi va o'rtaq mulkidan iborat. Uni taraqqiy qildirish, zo'raytish va gullantirish bo'lsa, o'zini Uyg'ur deb tanigan har bir Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning vijdoniy va milliy majburiyatidan iborat. Şoňa bizning butun dunyodagi vatanparvar, millatsuvar qarindoshlarimizning moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llashi va madad berishiga ehtiyojimiz bor. Chunki organimiz zo'r iqtisodiy qiyinchiliklar asosida qurilgan bo'lib, hozirga qadar asos jihatdan o'zimizning cheklik iqtisodiy manbalarimizga tayanib kelyapmiz. Sharq Turkiston televiziyasini muntazamlashgan haqiqiy bir media organiga va xalqimizning yurak sadosini aks ettirgan dunyo ko'zligiga aylantirish uchun bir kishilik hassa qo'shuq. Sizning qilgan 1 sent, 1 dollarlik yordamingizmi xalqimizning erkinligi va ozodligini qo'lga keltirish uchun kurash qilayotgan Uyg'ur milliy harakatimizga qo'shilgan bir kishilik ahamiyatli to'kpa bo'lib qolsa. Biz bilan aloqalashing va atagan yordamingizni iyona qiling. Xalqimizni madarının yetişçe, gücümüzden yetişçe muş televizyon istansiyasida işleyen texnik balalarımızın özünün kasbiy xizmetini hürmet kılıp, xalqının muşu bir boşluk, xalqının muşu bir taşlanalığını kandırış için inqilabının en mühim bir noktasını tuttu. Biz ettiriyotgan davanın en güçlük noktası muşu teşviqat. Xalqimizni yetaklaydigan, xalqimizning engini ochadigan, xalqimizga muhabbat beradigan, xalqimizni o'zaro tutashtiradigan, xalqimizning orzu qilayotgan fikrlarimizni xalqimizga qaytarib beradigan, izlayotgan istaklarimizni xalqimizga sunadigan, xalqimizning san'at, har jihatdan siyosat va har jihatdan diniy jihatdan tashviqotini olib boradigan bu organlar bizdek bir oddiy shunda qiyinchilik ustida turayotgan vaqtimizda muşu Dünya Uyg'ur Qurultiyining Tashviqot Komitetidan birlikda muşu balalarımızın özünün kasbini Uyg'ur xalqiga atab chiqib muşu ishni qilayotganligi uchun muşu Tashviqot Komitetiga markaziy mayli Farhat Yo'ronqash bo'lsin, mayli Abdusalom bo'lsin ve başka qarindoshlarimiz, sizga ham qarashayotgan qarindoshlarımızga chin ko'nglimda rahmat aytaman, ham tabriklayman. İqtisodiy jihatdan intayin qisilyotsizlarni bilyapman. Televizor stansiyasining bir hesap numarını içip koyup koyunlar. Hemimiz atığınımızı aşınığı salımız. Halk bu televizor istansiyasına pul berdi. 1 dolardan bəsin mi bəsin? 10 dolardan bəsin bəsin? 100 dolar mı bəsin? Pulu valla 10 dolar mı bəsin? Sharq Turkiston televizor istansiyasını nayt qattiq kuchlandirish kerak. Şu vaqtda bizning davayimiz yana bir baldak aldığı sürüldü. Biz haqqı yalvarıp qalmaymiz. Ne ziyolilarimiz var, ne narsalarni tadqiq qilib o'tirib chiqib so'zlaydigan bizning axborot organimiz kam. Ba'zi yerlarda cheklimga uchraydi. Ne ziyolilarimiz var, ne adabiyotchilarimiz var, ne natiqlarimiz var, ne siyosiy tadqiqotchilarimiz var. Bu ekranda chiqib xalqiga butun dunyo vaziyatidan xabar berish kerak, xalqining azob oqibatlaridan butun dunyo yeyish kerak. Mushning hammasi mushu televizor istansiyasidan ma'lum. Sharq Turkiston radio televizor istansiyasining hesap numariga butun dunyodagi qarindoshlarim 1 sentdan bo'lsin pul tashlab bu televizor istansiyasini butun dunyoga anlatadigan darajaga chiqishimiz kerak. Barligimiz millatimizning ozodligi uchun. Diqqatinglar davomli oylik raport ekranlarida bo'lsin.
Uyghur Milliy Hareketining yetakchisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Robiya Qodir xonimning Amerikaning dunyoga mashhur gazetalaridan biri hisoblangan Wall Street Journal'da e'lon qilgan maqolasi chet ellarda zo'r ta'sir qo'zg'adi. Mazkur maqola e'lon qilingandan buyon dunyoning har qaysi ellardagi ko'plagan chet el matbuotlari mazkur maqolani bas-basdan naql keltirib, kommunist Xitoy hokimiyatining Robiya xonimning o'tirib qo'ygan samimiy takliflariga astoydil muomala qilib, Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul qatorliq millatlarning o'z taqdirini o'z belgilash huquqiga hurmat qilishi lozimligini ta'kidlashdi. Xitoy Kompartiyasining 18-qurultiyi 8 noyabr payshanba kuni Beyjingda boshlandi. Dal qurultay boshlangan shu kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Robiya Qodir xonim Amerikaning atoqli nashriyat afkorlaridan Wall Street Journal'da maqola e'lon qilib, Kompartiya doiralarining istibdodlikdan voz kechishini umid qildi. Robiya xonim maqolasida Xitoy hokimiyatining Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul xalqlarining milliy huquqlariga haqiqiy yo'sinda hurmat qilgandilar, ondan dunyoviy kuch bo'la oladiganligini ta'kidladi. Xitoy Kompartiyasining bu qitimqi qurultiyi yaqinqi bir qancha yildan buyon Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul qatorliq millatlar bilan Xitoy hukumatı va millati orasidagi ixtilof kuchayib, milliy o'chmanlikka aylangan. Qonliq to'qinish portlab, milliy munosabat Kompartiya hokimiyat so'rashga boshlagan 60 necha yildan buyon eng nachar ahvolga tushib qolgan bir paytda chaqirilgan edi. Robiya Qodir xonim buning Xitoy uchun oxirgi fursat ekanligini ogohlantirdi. Robiya Qodir xonim va Erkin Olibtekin apandi chet ellarda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni milliy birlik va ittifoqlikni yanada kuchaytirishga chaqirdi. Uyg'ur Milliy Hareketining yetakchisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Robiya Qodir xonim, Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raislaridan Seyit Tomturk va Umar Qanot apandim, Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi Dilshod Rashid va Dunyo Uyg'ur qurultiyi Muhojirlar komitetining raisi Xayrullo Afandigul apandilarning amroligida oxir qitim Germaniyaga qilgan ziyorati jarayonida Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Erkin Olibtekin apandim, Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq muavin raisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining navbatdagi Yevropada turishliq alohida vakili Anvarjon, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Dolqun Aysa va Dunyo Uyg'ur qurultiyining Germaniya turishliq ijroiya komiteti a'zolari. Shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarkibidagi Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Abdujalil Qorim qatorliq siyosiy faoliyatchilar bilan maxsus ishga suhbat yig'ini elib berib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilgandan buyon bo'libmi Robiya Qodir xonim Dunyo Uyg'ur qurultiyiga rais bo'lib saylangan 2005-yildan buyongi milliy harakatimizning taraqqiyot ahvoli, siyosiy yuzlanishi, diyoqi duch kelayotgan jiddiy masalalar, diyoqining ichki qismida iqtisodiy, tashkiliy va boshqa jihatlarda saqlanayotgan masalalar. Shundaqla bu masalalarni hal qilishning konkret chora-tadbirlari haqida intayin do'stona va demokratik kayfiyat ichida tafsiliy suhbat elib berilgan edi. Suhbat jarayonida Erkin Olibtekin apandi Robiya xonimning bugungi qadar milliy harakatimizning taraqqiy qilishida va Uyg'urlar masalasining xalqaralashish qadamining tez sur'atda rivojlanishida o'ynagan intayin muhim va turtkilik roliga yuqori baho berish bilan birga, o'zining milliy harakatimizning ichki qismida saqlanayotgan masalalar va uni hal qilishning choralari haqidagi qarash va tushunchalarni o'tirg'a qo'yib o'tdi. Shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyining barliq rahbarlarini va butun siyosiy faoliyatchilarni o'zaro ixtilof, to'qinish va ziddiyatlardan butunlay xoli bo'lib, o'zaro bevosita dialog, hamkorlik va birlik barobarlikni yanada kuchaytirib, milliy rahbarimiz Robiya xonimning atrofiga xuddi uyultashdek mustahkam uyushib, Xitoy zulmi ostida jon talashayotgan xalqimizning erkinligi, hurligi va ozodligi uchun bir nafasda o'rtaq kuch chiqarishga chaqirdi. Seyit Tomturk, Dolqun Aysa qatorliq rahbarlarimiz suhbat jarayonida qilgan so'zlarda kommunist Xitoy hokimiyatining milliy harakatimizni parchalash, Robiya xonimning xalq ichidagi obrazini xunuklashtirish, Robiya xonimidan boshqa siyosiy faoliyatchilar o'tirsida sunniy ixtilof va ziddiyat paydo qilish uchun butun ichki tashqi vositalarni ishga silib kelayotganligini, shunga Xitoyning bu xil suiqasdidan alohida hushyor bo'lib, Robiya xonimning, Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlarining va butun siyosiy faoliyatchilarning shon sharafi va izzat hurmatini qo'g'dash lozimligini, ishki tashqi jihatda bir jiddiy masalaga duch kelganda milliy rahbarimiz va butun siyosiy faoliyatchilarning o'zaro bevosita dialog orqali saqlanayotgan masalalarni birlikda vaqtida hal qilib, butun kuchi va zehnini Sharq Turkiston davosini xalqaralashtirish qadamini tezlatishga qaratishi lozimligini alohida ta'kidlab o'tdi. Bu vaqtda stansimiz muxbirining ziyoratini qabul qilgan Robiya Qodir xonim mundaq dedi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining ichidagi o'zaro ziddiyatlashish
talışış, ittifoqsizlashish degan masala bo'ldimi degan vaqtda oz to'lib bo'ldi. Kishim tegib ketdi. Xitoy aramizda shunda o'ynab boqdi. Lekin dunyo Uyg'ur qurtidagi oldingi hisobdagi qarindoshlarim ularning yuragida vatanparvarlik o'ti kuyib turgan bo'lg'ashqa mayli dunyo Uyg'ur qurtining atrofida bizni tanqidlayotganlar bo'lsin, mayli dunyo Uyg'ur qurtining ichidagi men bilan to'g'ri emas bu o'z ara talash tortish qilayotganlar bo'lsin, hammani supurib tashlab vatanining ozodligini, xalqining erkinligini, hozir turmida yetayotganlarning nolisini birinchi o'ringa qo'yib, biz nima qilyapmiz? Uyqumizni ochiladi. Masalan, Erkin Efendim bo'lsin, masalan, Asqarjon bo'lsin, Ömer Qanat olsun, Olim Seyitov bo'lsin, Dolqin Aysa olsun, Sitim Türk olsun, rahbarlarning Qahramon G'ujambadi olsun, Abdurashid olsun, hammasi nəhayət ortaq bir ideyaga kelib biz bir-birimiz bilan nəhayət yaxshi ittifoqlashib o'tyapmiz. Hamda o'zaro talash tortish, ko'z qarash o'xshamaslik, bir ishlarni ilgari surish uchun bunda anda ahvollar bo'lib qoldi. U bizning o'tirimizdagi ziddiyatning paydo bo'lgani emas. Biz nəhayət az pul bilan, nəhayət az kuch bilan nəhayət cho'ng ishni qilyapmiz. Shunda bo'lg'ashqa yetishmaganlikdan xalqimiz kutgan narsani yetishtirib berolmaganligimiz uchun nurg'un talash tortishlar oldimizda bo'lib ketdi. Hamda bizning xalqimiz bizni ashundaq cho'ng umidkirlik kutganligiga rahmat. Lekin xalq shuni o'ylash kerak. Bularda qanchalik pul bor? Qaysi pul bilan qancha odam qotidi? deb. Bizga kuch berish uchun avval xalq o'zi ittifoqlashishi kerak. Xalq o'zi har bir mayli Amerikada bo'lsin, mayli Germaniyada bo'lsin, boshqa yerda bo'lsin, xalq o'zaro ittifoqlashib, tashkilotlarning atrofiga yaxshi uyushib, bizning oldimizni to'smay, bizga ish qilib bermasimi, g'ayrat shikoyatni oz qilib, o'zaro urush mojaroni oz qilib, mushu da'voning ko'ngillik va muvaffaqiyatli etib berish uchun ashuna qilish kerak edi. Lekin bundaq bo'lolmadi. Chatki chiqqan qarindoshlarimizda uch xil bir xarakter paydo bo'lib qoldi. Bir xillari jim o'tirdi, jim turadigan, bir xil qarindoshlarimiz bütün ishlarimizni qo'llab atrofimizda ko'p sondilar ashunday turadigan, oz sonda qarindoshlarimiz uni qilmadi, buni qilmadi, uni qilmadi, buni qilmadi deb to'xtamay g'ayrat shikoyat qiladigan, o'zi hech chiqqanda ish qilmaydigan, baqatumay tashkilotlarni tahallil qiladigan. Endi bu ularga xarakter bo'lib sinib ketdi, biz o'zgartirmadik. Ular tönögün chiqqanda shunda tillagan, uning oldida chiqqanda shunda tillaydi ekan. Bugun men chiqdim, menikini ana qilmadi, mana qilmadi, ana qilmadi deb, baqatumay tatilab ashta qilsa, aytlikan biz chiqsa shunda qilib. Ularning odatga men 20 yildan beri Amerikaning o'zida bir 4-5 odamni ko'raman. Burun qahlarni sökatdi. Hozir uningdan boshqalarni sökdi. Uningdan menga keldi nima. Hozir mendan keyingisini sökishi mumkin. Endi ular ashna o'lishib bir odamlarni dab etmasa, bir odamlarni ayblamasa, ichib qoladigan odamlar o'xshaydi. Shunda o'g'ashda bu boshqa davlatlardan bor. Har bir millatda bunday xarakter va odamlar bor ekan. Menimcha bu bizning qilayotgan da'voyimizga hech qanday qarshilik qilmaydi, daxl tarbiz qilmaydi. Biz da'voyimizni ketaveramiz. Biz oldingi hisobga chiqdik. Mayli amaldorlarning ballarının tishiga tegib qo'yayli. Mayli Xitoyning tarafda turayotgan odamlarning tishiga tegib qo'yayli. Mayli qattiq to'salg'i qilayli. Biz xalqimizning mushu dardiga darmon bo'lamiz deb chiqdik. Biz bu ishimizning oxirini tushiramiz. Biz bu ishning oxirini tushirish uchun bu sabtin oximizga yonmaymiz, hem ittifaqimizni buzmaymiz, bir-birimizning beshini urib yeribassak, o'zimizning ichida bilamiz, teshimizga chiqmaymiz. Bizning o'ttirimizdagi maqsadimiz bir, nishonimiz bir, odatdagi talash tortish degan u tugab ketadi. Shunda bo'lg'ashqa dunyo Uyg'ur qurtini siz hozir nəhayət ittifoq, nəhayət yaxshi o'tyapti deb qarasangiz bo'ladi. Biz cho'ng maqsad uchun o'rtaq kurash qilishda har vaqtda uyuldoshda uyushamiz. Rabia Qadir xonim va Erkin Aliptekin efendimning milliy birlik va ittifoqlikni yana mustahkamlash haqidagi o'rtaq chaqiriqi Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlarini va butun siyosiy faoliyatchilarni alohida mamnun qildi. Söhbətə qatnaşqan rəhbərlər yana Rabia xanım və Erkin əfəndimnin başlamçılığında bundan keyinki birlik ittifaqlıq və özara həmkarlıqni yanımı küçəytib, izləvatqan, xorlanıvatqan və milli mövcudluğunu yoxutub qoyuş xəvfiga duç kelavatqan xalqimizni tezraq erkinlik və hürlükə erişdiriş üçün bir tən, bir vücud və bir nəfəsli olub ortaq köreş qıldığanlıqları. Şundaqla Xitay hakimiyyətinin milli hərəkətimizni bölüş, parçalaş suiqəstini birlikdə tarmar qıldığanlıqları haqqında qayta qəsəmiyyət qilishdi.
Dünya Uyghur Qurultayı'nın sabıq muavin rəisi Ənvərcan əfəndim, Uyghur Milli Hərəkətinin yetəkçisi və Dünya Uyghur Qurultayı rəisi Rabia xanım tərəfindən Dünya Uyghur Qurultayı'nın Avropa Parlamentində duruşluq alaylı vəkilligiga tayinləndi. Rabia xanımның bu qararı Dünya Uyghur Qurultayı rəhbərləri və vəkillərinin birdək ma'qullashiga və alqışıga erişdi. Bunun bilan Ənvərcan əfəndimning Dünya Uyghur Qurultayı'nın Avropa Parlamentində duruşluq alaylı vəkillik səlahiyyəti rəsmiləşdi. Hammaga ma'lum bo'lgandek, Yevropa İttifoqiga a'zo davlatlarning uzluksiz ko'payishi bilan Yevropa İttifoqi bugungi kunda 27 a'zo davlatdan tashkil topgan dunyoning eng chong iqtisodiy va siyosiy kuchlaridan biri bo'lib qoldi. Shunga Sharq Turkiston masalasini Yevropa İttifoqida, jumladan Yevropa parlamentida kun tartibga olib kelish Dunyo Uyg'ur qurultayining eng muhim va strategik faoliyat planlaridan biri bo'lib keldi. Uyghur Milli Hareketi'nin yetekçisi Rabia xanım başçılığındaki Dünya Uyghur Qurultayı Sharq Turkiston davosini elib berishda Uyghur ayollarının oynaydigan roliga alohida ahamiyat berib keldi. Ayollarning rolini va aktivchanligini yuqori ko'tarish uchun har qaysi davlatlarda Dünya Uyghur Qurultayı tarkibida Uyghur ayollar komitetlarini qurib, ayollar xizmatini tashkiliy asosda elib bordi. Dünya Uyghur Qurultayı Uyghur ayollari va bolalarining haq-huquqini qo'llash jihatida ko'plagan xizmatlarni elib bordi. Xalqarodagi ayollar tashkilotlari, kishilik huquq tashkilotlari va demokratik davlatlarning hukumat parlamentlari bilan yaqindan hamkorlik o'rnatish va ularning yordamini qo'lga keltirishga tirishib keldi. Dünya Uyg'ur Qurultayı ayollar komitetining riyosatchiligida ijtimoiy, ma'rif va madaniyat sohasida ko'plagan faoliyatlar olib berildi. Muajiratda Uyg'ur yosh o'smirlarining o'z ona tilini o'rganishi, milliy madaniyati va urf-odatlarini saqlab qolishi intayin mushkul va muhim bir xizmat bo'lib qoldi. Bu xizmatning uddasidan chiqish oldi bilan Uyg'ur onalarining ustiga yuklangan bir vazifa bo'lib, Dünya Uyg'ur Qurultayı Uyg'ur ayollarini bu xizmatni ishlashga rag'batlantirib keldi. Tibet Sərgərdan hökumətinin ruhani daisi Dalai Lama 11 ayının 4 gündən başlap Yaponiyada məxsus ziyarətdə oldu. 11 ayının 6 günü düşdən keyin saat 1:30-da Tokyodakı 5 yıldızlıq Okura mehmanxanasında Tibetning ruhani daisi Dalai Lama, Tibet Sərgərdan hökumətinin vəkilləri, Xalqaro Uyğur Kişilik Huquq Tədqiqat Cəmiyyətinin əzaları bilan, yəni Kagoshima Xalqaro Universitetining professori, Germaniyalik professor doktor Balmon Əpəndi qatarlıq bir grup kişilər uchrashib, söhbətdə bo'lgan. U bu qatimqi uchrashishda Uyg'ur Milliy Hareketining rahbari Rabia xonimning maktubini, salimini, Uyg'ur dopisini va atlisini Dalai Lamaga topshirib bergan. Dalai Lama Əpəndi xo'shallik bilan qabul qilib, o'zining salimini bu vakillar orqali Rabia Qodir xonimga yetkazgan. Va shundaqla professor Balmon Əpəndiga Tibetlarning an'anaviy oq sharpisini sovg'a qilgan. 31 oktyabr kuni Germaniya Tashqi ishlar ministrligi Kishilik huquq komitetining taklifi bilan Dünya Uyg'ur Qurultayı ijroiya komiteti raisi Dolqun Aysa va Germaniyadagi siyosiy faoliyatchilardan Asqarjon Əpəndilar Germaniya poytaxti Berlinga berib, Germaniya hukumat xodimlari bilan suhbat olib borgan. Germaniya Tashqi ishlar ministrligi tarafidan o'rinlashtirilgan bu qatimqi suhbatning maqsadi 10 ayning 8-9 kunlari Germaniya bilan Xitoy vakillari orasida o'tkazilgan kishilik huquq va demokratiyani ilgari surish suhbatining asosiy mazmunidan Dünya Uyg'ur Qurultayı, Tibet tashkiloti, Xalqaro kechirim tashkiloti, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti, xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti qatorliq tashkilotlarning vakillariga ma'lumot berishdan iborat bo'lgan. 1-2 oktyabr kunlari Bavariya parlamentida o'tkazilgan Xitoydagi rahbarlik o'zgarishi va uning Uyg'urlarga bo'lgan ta'siri nomli xalqaro ilmiy muhokama yig'inida Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Rabia Qodir xonim, Bavariya Sosyal Demokratlar partiyasining raisi Markus Renderspacher Əpəndi, Bavariya Yeşillar partiyasining raisi Margarita Baus xonim, Dünya Uyg'ur Qurultayı muavin raisi Asqarjon, Dünya Uyg'ur Qurultayı ijroiya komitetining raisi Dolqun Aysa, Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Abdujalil Ahmad Qarim qatorliqlar qatnashdi. Dünya Uyg'ur Qurultayı raisi Rabia Qodir xonim bilan yuqorida aytib o'tilgan ikki partiyaning raislari vatanimiz Sharq Turkistonda yuz berayotgan siyosiy vaziyat haqida ma'lumot berib, muxbirlarning savollariga qanoat qilarlik javob berdi. Shunda besim bilan tug'an sharoit ostida Germaniyaning qanchalik kishilik huquqqa ahamiyat berganligini mushundan ko'rdik va Xitoyning hech qanday o'zgaradigan shamilning yo'qligini mushundan ko'rdik. Und das zeigt auch wieder
Also dass es in China in Richtung Demokratie oder Meinungsfreiheit nicht enden wird, selbst wenn in einem Ausland versucht unsere Bewegung, unsere Dünya Uyghur Qurultayı 1 oktyabr gününü Uyg'urlarning motam kuni deb qaror olgan edi. Shu munosabat bilan u kuni Amerikaning Washington shahrida, Kanadaning Toronto va Vancouver shahrida, Germaniyaning München shahrida, Gollandiyaning Amsterdam shahrida, Turkiyaning Istanbul shahrida, Yaponiyaning Tokyo shahrida, uningdan boshqa yana Avstraliya, Norvegiya, Shvetsiya qatorliq davlatlarda yashayotgan Uyg'urlar Xitoy kommunistlarining 63 yillik siyosati davomida shahid bo'lganlarni xotirlash va Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan siyosatiga qarshi turish harakatlarini va namoyishlarini o'rinlashtirdi. Yigirma 27 ve 28 oktyabr günleri Belgiyada yaşayotgan Uyg'ur jamoatchiligi va shu yerdagi Türk tashkilotlari bilan birlikda Brusselda jam bo'lib, Rabia xonimni kutilish hamda qurboniyatni tabriklash faoliyatlarini olib bordi. Vatanimning tog'lariga qancha mansam qadam yetmas, vatanimning bog'lariga. Buguncha ömrüm o'tgan o'zi ona vatanni maqtab, ona endi yotliqlarda vatanga suzunab qaqshab. Mevlük daraxtning mevasini yeylik, ammo u daraxtning shixini yurib o'tmaylik. Kelinglar vatandoshlar, avvatlar, birlashaylik, vatanimizni o'zi to'ymas, o'zi to'ysa, ko'zi to'ymas, yovuzlarga berib o'tmaylik. Rabia Qadir xonim va Umar Qanot apandim 29 oktyabr kuni Belgiyadagi rasmiy uchrashishlarni boshlab etdi. Ular oldi bilan Belgiya hukumatı tarmoqidagi musofirlarga yordam berish tashkiloti mas'ullari bilan uchrashdi. Bu uchrashishda Rabia Qadir xonim O'rta Osiyodan kelib Belgiyada siyosiy panohlik tilagan Uyg'urlar masalasini ularga yetkazdi. Ularmi burundan tortib Uyg'ur musofirlar masalasiga diqqat qilib kelayotganligini va bundan keyinmi ko'ngil bildirganligini aytishdi. Ular yana Yevropa İttifaqının hukumatı hisoblanadigan Yevropa komitetining tashqi ishlar ministrligi mas'ullari bilan ko'rishdi. Ko'rishishda tashqi ishlar ministrligi mas'ullariga Uyg'urlarning hozirgi vaziyati, izdiraksiz g'oyib bo'lgan Uyg'urlar masalasi va ko'chman Xitoylarni Sharq Turkistonga yerlashtirish, Xitoyning Uyg'ur tilini, kulturini yo'qotish haqidagi qattiq qo'l siyosati haqida ma'lumot berdi. Bu haqda stansimiz muxbirining ziyoratini qabul qilgan Rabia Qadir xonim mundaq dedi. Ben demiş ki bu Avrupa Parlamentoda ciddi geldim. Şunun için aralıkta ben hem yerlerden şundan alıp baktım, yügüdüm, aşı ballarını kutuldursak, turmudikilerini kutuldursak, halkın üstündeki bastırışını kutuldursak da. Lakin bu 7 yıl içinde biz ne mi kıldık desiniz? 7 yıl içinde fakat biz şu o men turmudun çıkkandın tatip ta hazırgıca men ve benim etrafımdaki dünya hukukundaki barlık septaşlarım dünyanın hem yeri Norvegiya, Şvetsiya, Germaniya, Gollandiya, Avustraliya, Kanada, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan degендek dünyanın hem yerindeki karındaşlarımız, septaşlarımız biz birlikte şu vatanın azatlığı, halkımızın hazır beşiği kelgen külpetlerini götürüş için bar gücümüzle özümüzün tarihçalığını gösterdik. Lakin biz dünya sahnesiga Uyg'ur davosini ochgan bo'lsakmi, dunyodagi Uyg'ur davoning kun tartibga Uyg'ur davosini akirgan bo'lsakmi, yanidagi xalqimizga hech qanday ish qilib beramiz. Xalqimiz tek turmudan qutulmadi. Xalqimiz tek o'zchi sirtiki turmuning sirtidagi degan xalqimiz üstü uchuq turmulardan tek qutulgani yo'q. Xalqimiz dakudukida qo'rqish, qiynalish, tutqun qilish, namuratlik Andikin axloqiy jihatdan buzilish, diniy jihatdan tajovuzchilik uchrash, qizlarimizni yo'tkab ketish, tilimiz assimilyatsiya bo'lish, tilimiz tajovuzchilik uchrash va bemorlarimiz, shaharlarimiz cheqilish, ham ko'chmali Xitoylarning tegida qilish qatorliq nurg'un azob uqubatlik masalaga duch kelyapmiz. Shunga endi bu ishlarni biz o'zgartirib beramiz xalqqa. Xalqimizning ahvoli kundan kunga og'irlashdi, yeniklashmadi.
Şuna biz Avrupa Parlamentiga bu qitim yani qaytadan kelip Avrupa Parlamenti kızadı meyli Amerika olsun. Bu yıl keyingi qitimki qararda muş 4-cü növbetlik dünya qurultayıda biz şunda karar aldık. Neçe vaqtidan biz muşunda anlatkan bolsa, endi kun tartib ekirgen bolsa, endi xalqımızga bir amaliy iş qilib beraylik deb. Şunu Avrupa Parlamentiga kelib bir oyning oldida bir kelgandim. Bütün Avrupa Parlamentidagi munosabatli organlarning hammasi bilan ko'rishgan edik. Biz o'zimizning xalqimizning hozir kundan kunga ahvolini eg'irlashayotganligi haqida ular bilan bir qur suhbat o'tkazib, o'zaro nurg'un masalalarni shashdik. Endi yana bunun aqidilla nima bo'ldi desiniz, bunun aqidilla bu yaqında biz O'rta Osiyo masalasini tashlab qo'ydik. O'rta Osiyo masalasi qanday masala deganda, nima uchun biz hozirgacha O'rta Osiyo masalasida biz bir nima demak keldik degan vaqtda O'rta Osiyo masalasida O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz Qozaq, Qirg'iz, O'zbek bu bizning qarindoshimiz, qon qarindoshimiz. Bir millat biz bilan, bir qon, bir avlod. Hem de şu evlatlarımız bile yaşayotgan bu O'rta Osiyodagi 2 milyon Uyg'ur qarindoshimizni biz birinchi Allohga topshirdik, ikkinchi o'zimizning qarindoshlarga topshirdik. Yani xorlansimi, tayoq yeysimi, til ichsimi, u bizning qarindoshimiz bir kun o'tqonib yetadi dedik. Endi Xitoy bizning urishsa, o'ltasin, yani bir nima qilsa, biz bu bir yot millatning oldida biz uning tapan ostida ezilmaymiz deb biz davomli uning qarshi kurash qildik, uning ustidan dunyo vaqirdik, uning qilmishini pash qildik, o'zimizning xalqimizning ozodlik uchun kurash qildik. Endi O'rta Osiyo masalasida bizning buni ko'tarib chiqmaslik sababimiz u o'zimizning masalasidan qaradik. İşki masalamizdan qaradik. Qarindoshimiz Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston bizning o'zimizning zimini. Sharq Turkiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston xalqining zimini. Biz mayli bu G'arb Turkiston, Sharq Turkiston bu tarixda bir turan bo'lib atalgan xalq biz. Biz sening mening demaymiz, bizning hech qanday talash tartish qiladigan narsamiz yo'q. Qaysimiz nerede yaşasak, ortak yaşasak bo'ladi degan ko'z qarash bilan biz u yerdagi masalalarni shunday sukutda qo'yib qo'ydik. Nurg'un masalalarning mavjud ekanligini angladik. Rekitlar, mafiyalar, hatto o'zi mafiya shakli o'zgargan saqchilar bizning xalqimizni urib, bulan-talan qilib, o'ylarini ko'ydirib, zapravkalarni tatib elib, hatto ularning pullarini tatib elib, do'konlarini tatib elib, ularni shu ishtirok to'lashga majburlab, ularni mafiyalar pul topshirishga majburlab, turg'usiz qilayotgan ahvollarni biz bildik. Endi shunda bilsakmi, yana uni o'zining ishki masalasida, o'zimizning ishki masalasida tuzaylik deb hozirgacha qo'yib qo'ygan edik. Lekin nurg'un qarindoshlarimiz shu irqiy kamsitishga chidamay O'rta Osiyodami, qarindoshlarimiz bor davlatlardami chiqib ketishga majbur bo'ldi. Majbur bo'lgandan keyin bu yerda bularning mayli Belgiya bo'lsin, Norvegiya, Shvetsiya bo'lsin, Yevropada O'rta Osiyodan kelgan qarindoshlarimizning ko'chman masalasini ig'ir krizisga duch keldi. Ularning 10 yillab, 5 yillab bolalar o'qiyamadi. Masalan, Mishel bir ayolning Qirg'izistonda yo'ldoshini urib o'ldirib ketibdi ekan. Pul tepibdi, oshxona ichibdi. O şunu bilan ayolimi 10 kun solab qatga qochib chiqibdi. Qochib chiqib bolasi bilan mush sargandarchilik tatib yuryapti. Ashundan 10 yil yaqin vaqt bo'ldi. Demak, masalasi hal bo'lmabdi. Ana mushunda qarindoshlarimizning ahvolimiz ig'ir bo'lg'ashqa biz bu qitim o'zimizning qarindosh bo'lsin, endi bizning yetim vaqtimizda akimizmi urdi ekan, hukmimizmi urdi ekan. Bichora bo'lganligimiz uchun biz akimiz, hukmimiz demak, bolalarimizni qo'g'dishimiz kerak ekan. Degan qarorga kelib, men bu qitim o'tganda bir oyning oldida Sharq Turkiston masalasi, vatanning ichidagi Xitoy masalasi uchun kelgan bo'lsam, bu qitim ham Xitoydagi ko'chmanlar masalasi, ham O'rta Osiyodagi qarindoshlarimning hozir duch kelayotgan masalalari bilan ko'chmanlar masalasi to'g'riliq Yevropa parlamenti bilan so'zlashga keldim. Men necha qitim Qozog'iston elchixonalariga appointment so'radim. O'zi bilan gaplashay, ichimizdan hal qilaydi deb. Lekin ular menga appointment berdi, ular menga bir termin berdi. Bergan bo'lsa men ular bilan ko'rishib ahvolni aytib so'zlashmoqchi edim. Shuning uchun bu qitim men do'stimi, mushu undaq jiddiy paytda agar mening qarindoshlarim Belgiyada, mushu Yevropada shunday irinamay qiyin ahvolda qolgan bo'lsa, men kelay dedim, chunki 200 yaqin O'rta Osiyodan kelgan masalasi hal bo'lmagan oilalar bor ekan. Şu adamların meselesini hal qilish uchun men bu yerga jiddiy keldim. Kelganim nayt yaxshi bo'libdi, o'tganda kelgan vaqtim nurg'un masalalarni hal qilish va nurg'un masalalar ustida maxfiy va oshkor suhbat o'tkazgandim. Bu qitim yana nurg'un masalalar ustida
vatanning ichidagi Uyg'urlarning turmushida yetayotgan qarindoshlarimizni, yo'qolib ketgan qarindoshlarimizningki, ham saranliq turmulardan chiqqan bolalarimizning, eg'ir qiynoqqa o'tagan qiz va yigitlarimizning turmushda yetayotganlarning turmushda tatayotgan azob oqibatlari masalalari ustida kang kushoda suhbat etib bordik va maxfiy oshkor etilgandek bu masalalar ustida muhokama etib bordik. Qanday qilish, qanday tadbirlarni ishlatish to'g'riliq fikr almashtirdik. Siyosiy qo'llar bilan Yevropa parlamentining ichidagi parlament a'zolari bilan o'xshamagan ba'zilarini oshkor, ba'zilarini yepib bordik. Kelganimiz nihoyat yaxshi bo'libdi. Ya'ni yaqin kelgusida, ya'ni shunday bir cho'ng bir mesela şişliğin bir işini qilish olib turyapmiz. Buni hozir maxfiy muxbir efendim demayman. Shunga mening yetim xalqimning kulgisi. Mening yetim qanday bo'ldi? Xalq unda yig'lavasa, minglab, o'n minglab bolalar turmida yetivasa, o'zimning jonim farzandlarim, ikki farzandim turmida 9 yil, 7 yil kesilib turmida nol qilib yetivasa, qolgan bolalarimni vatanning ichida ko'ramadim, nazorat ostida yuribasa, mening yetim nerede buldu? Mening yetim xalqimning tatayotgan azob uqubatda nerede bo'lsa, men shu yerda. Xalqim qayerda yig'ilgan bo'lsa, men xalqimning ko'z yeshining yanida. Qachon xalqim kuladi ekan, men uning kulgisining yanida. Shuni men nurg'un ishlarga duch keldim. Nurg'un haqoratlarni anladım. Nurg'un odamlar Robiya Qodir xalqini qildi. 7-oyning 5-ligini qutqizmadi, palonnikini qutqizmadi, pistonnikini qutqizmadi dedi. Ben unda aldirab, tez bugillab, qutuldirib ketilmaydi ekanman. Lekin hamma narsaning soati, vaqti bor ekan, biz tirishchilik ko'rsatyapmiz. Ko'rikni sep bo'ldik, ko'rikni endi menib o'tamiz. Nihoyat oz qoldi. Xudoyim bursa, mening xalqimning ozodlikka chiqadigan, mening xalqimning turmulardan ozod bo'ladigan, erkinlikka chiqadigan, o'zaro bir-birisi bilan uchrashadigan mushundaq yo'llarni men va mening atrofimdagi Dunyo Uyg'ur qurultayidagi barliq sabdoshlarim, dunyoning hamma yerdagi tashkilotlarda oldingi sabda turayotgan tashkilotlarning rahbarlari bu davoni bo'libmi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistondagi va shu Avstraliya, Kanada, shu Yevropadagi qarindoshlarimning hammasi birlikda bir-birimizni qo'llagan holda bu faoliyatni olib boryapmiz. Biz xalqimizning ozodligi uchun cho'qim yaxshi bir natijalarni akilamiz. Bu oylik raportimiz mush yerda oxirlashdi. Diqqatinglarni berganinglarga rahmat. Keyingi oylik raportimizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.